yaxshilab ko'rib olinglar. Mana shu pilnini qo'ymaydi. Masalan, mana men bo'z. Ko'ringlar. Gapronoviy pilni, bir xil pilnilar yaxshi chiqmaydi. Bu mashina Cobalt mashinasi mana. Okamlar yaqinda xullas Grand pilnilar alishtirganlar o'zlarining mashinalariga. Grand pilni qo'ydirganlar. Ustalar ham qo'yib bergan. Endi buni ko'pchilik bilmaydi, to'g'ri turganda mana ideal turaveradi. Lekin pavorotlarga kirganda, razvorotlarga kirganda mana bunday ovoz chiqadi. Yuklanib qo'yganning hisobiga shunaqa yoqimsiz ovoz chiqaradi. Mana bu yoqda ham xuddi shunaqa. Gapronoviy pilni qo'ysanglar, obязательно oxirida rulni burib turib tekshirib olinglar. O'shanda keladigan jabr bo'lib qolmaydi, o'zingizlarning ham ishinglar sifatli ish bo'lib chiqadi. Mana bizga olib keldilar, ba'zi bir ustalar buni yomonlab chiqarib oladi, tuftasini qo'ydi, u qildi, bu qildi deb. Biz aytamiz, aka o'zligisi olib boring. Bu ham xabarligisi bo'lmagan, pilni bu yerda litoy chiqib qolgan. Balki bilan boshiga tushmagandir, biz ham boshimizga tushgan buni holat. O'shaning uchun olib borsalar, o'zlari ular uyalib ham ustalar tekinga qilib beradi. Joningiz sog' bo'lsa, mana foydali videolarni qo'yib olmaslik. Обязательно bizga like, yo buni qo'yishingizdan chiqmasin.